Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qarshingizda Sherzod Sobirov. Mana avvalgi dasturlarimda mana shu masofada turgan holatda 7 fotiha bilan shifo toping degan dasturimni olib chiqqandim. Alhamdulillah avvalgi dasturim bilan mana shu hozirgi dasturimning orasida qancha bu son sanoqsiz juda ko'p mana shu masofada turgan holatda ham onaxonlarimiz, otaxonlarimiz shifo topishdi alhamdulillah. Robbil alaminga behisob shukrlar bo'lsin. Avvalo mana shu mo'jizaviy va komil shifosini ato etsin. Shuni orasida mana shu moddiy tomondan qiynalayotgan opa-singillarimizga ham majbur bo'ldim, chunki ular o'zlari ham aytib berishdi, tibbiyotdan hech qanday natija bo'lmaganligi va mana shu odamni ko'nglini yumshatib, mana shu yig'lab gapirishgandan keyin men yo'q deya olmadim, chunki Alloh xohlabdi, men Qur'onni shifoligini men odamlarga isbotlab qo'yish maqsadida mana shu shifoga talab tibbiyot topolmagan kasalliklardan aziyat chekib, mana shu dori darmonga juda ko'p sarf xarajat qilib ham shifo topisha olmayotgan onaxonlarimizga, opa-singillarimizga, aka-ukalarimizga alhamdulillah behisob sa'y harakatda o'zimga masalan yordam berish maqsadida o'zimga ahd qilib YouTube kanali ochgandim va alhamdulillah hamma barchalari shifo topishdi va topishyapti. Shu o'rni kelganda aytaman, mana shu shariatda 3 marta dam solish kerak. Kimlardir 1 martada shifo topib ketyapti, kimlardir 3 martada shifo topyapti. Lekin 7 kun dam soldirganlar bor. Bular kimlar degan savolingizga mana shu 10 yil, 15 yil, 20 yil, hattoki 30 yil sehrlanib qayerlarga borib shifo talabida dam soldirishgan, boshqa qilishgan, xullas tibbiyotdan ko'rinishgan va lek shifo topa olishmagan. Alhamdulillah mana shu masofada turgan, uylarda turgan holatda shifo topishdi shular. Shu o'rinda aytaman, yana bu tabiiy holat mana shu ayollarimizda, ya'ni opa-singillarimizda juda ko'p holat bo'ldi. Holatlarini tushuntirib berishdi. 1 oy, 1,5 oy hattoki mana shu shifoxonalarda yotib, hayz tomonidan, ya'ni qon ketish to'xtamasligi natijasida 1 marta muolajada turgan joylarda shifo topishdi va xonadonimga kelib ham mana shu muolaja olib, ya'ni ruqiya eshitib, shu kunni o'zida mana shu qon to'xtagan kunlar bo'ldi. Alhamdulillah birgina mana shu muolajaning o'zidayoq va ortidan mana shu 3 marta kelishdi. Yaxshi, men shifo topdim deganlar ham yana ham shifo topay deb 7 kungacha qatnashdi. Onlayn tarzda ham, masofada turgan holatda ham, hamda mana shu xonadonimga kelgan holatda shifo topishdi alhamdulillah. Shu o'rinda aytaman, agar yana savol berishibdi, terlab ketyapman, tanamda yara chaqalar hech bitmayapti, mana yil bo'ldi, yillab, 2 yil, 3 yil bo'ldi deyishyapti, boshqa qilishyapti deyishyapti. Albatta uyingizda turgan holatda shifo topasiz inshaalloh. Men yana qaytarib aytaman. 5 kunlik dunyoda men yaxshi insonlar uchun, yaxshi tomonga, ular bilan hamjihatlik bilan, ular bilan birgalikda ularga mana shu dalda bo'lgan holatda Qur'onning shifoligini isbotlab va Robbil alamindan, Alloh Parvardigorimdan mana shu shifo so'rab beraman. Men ham bir oddiy sababchiman. Sizlarga o'xshagan oddiy bir bandaman. Mana shu teri kasalligidan aziyat chekayotgan, mana shu shifo topa olmayapsizmi? Lecheniya masalan o'sha shifokorlarimiz yozib bergan ro'yxati bo'yicha lecheniyani olyapsizmi, davolayapsiz, lekin hech qanday natija yo'q. Albatta aloqaga chiqing inshaalloh. 3 kun, 4 kunda o'zi birinchi kuni bilintiradi siz shifo topayotganingiz. 2-3 kunning ichida inshaalloh mana shu yara chaqalaringiz qotishi boshlaydi va 1 hafta 7 kun mobaynida inshaalloh qutulib ketasiz. Odamlarga shuni isbotlab qo'yganman xolos. Yana qaytarib aytaman, men ham bir sababchiman. Men ham bir oddiy odamman sizlarga o'xshagan. Shuning uchun
mana shu sehrdan aziyat chekyapman, boshqa qilyapman, MRT, tomografiya va hokazo, miyadan, xullas shifo topolmayapman deyotganlar juda ko'p bo'lishyapti. Marhamat, albatta mana shu Ayliya Media 1106 chatga aloqaga chiqing yoki bo'lmasam mana shu ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling va o'zingiz mana shu qizlar yordamchilar olishadi va o'zingiz haqingizda batafsil qisqa qilib tushuntirib bersangiz, ana undan keyingina sizga qay kuni, qaysi holat, qaysi vaqt, qaysi soatgaligini navbatini aytib qo'yishadi. Shu o'rinda aytaman, iltimos qilaman, mana shu shamollab, gripp bo'lib, tomoq og'rigan holatda, burunlar achishgan holatda yoki burunlar mana shu oqqan holatda kelishyapti. Iltimos qilaman, kelmang. Siz shifo topmoqchimisiz? Avval tibbiyotdan shifo toping. To'la to'kis, mana shamollash degan narsa bo'lmasin. Juda ko'pchilik kelishyapti, lek qabul qilmayapman, befoyda. Ularga ketkazayotgan vaqtim ham va ularni yo'qotayotgan vaqtlari ham zoya ketyapti. Shuning uchun tibbiyotdan ko'rining va tibbiyotdan topa olmagan kasalliklar bo'yicha keyin menga murojaat qiling. Iltimos qilib aytaman. Shuning uchun yana qaytarib aytaman, baraka topkurlar. Ba'zi bir onalarimiz farzandlarini bilib-bilmasdan qayerlargadir olib borib qo'yishyapti. Qayerlargadir borib dam soldirib qo'yishyapti. Yana qanaqa holatda desangiz, molni kallasini olib kelasan deyapti ekan. Pir dasturxon degan qog'ozlari bor ekan. Haliginga u pir dasturxonning ichida qo'y, xullas dasturxonga bor narsani, pul va hokazo, non, mayda-chuyda dasturxon qilib berar ekansizda. Toshkentdan kelgan bir otaxonimiz juda xafa bo'lib menga aytib berdilar. Hattoki bir dona sura ham yo bir dona oyat ham o'qib qo'ymadi, deyaptilar. Va mana shu onaxon molni kallasini olib keling degan, molni kallasiga yakka yolg'iz o'g'illarni o'qitganlar va shuni yo'qotgan. Ya'ni jinni bo'lib qolgan. Mol bo'lib qolgan. Molga ham o'qitadimi? Astag'firulloh. Qo'yga kallasiga o'qitishar ekan. Tovuq kallasiga o'qitishar ekan. Astag'firulloh. Bu qanaqasi bu? Men tushunmadim. Bu nima? Bu qayerga qarab ketyapmiz? Yana aytishadi, salovat, zikr, istig'forlarni aytaman, 5 vaqt namozdaman deyishadi, ibodatdaman deyishadi. Ortidan farzandlarini yig'lab yordam qiling deyishadi. Yo'q, men yordam qila olmayman unaqalarga. Allohga shirk keltirgan, Allohga qarshi chiqqan insonlarga, bandalariga qandoq qilib men yordam qilaman? Men Qur'onni masalan 10 pora xatm qilgan taqdirimda ham u shifo topmaydi. Alloh xohlamaguncha xonadonimga kelayotgan bemorlarga ham albatta Alloh xohlasagina shifo topishadi, yo'qsa yo'q. Alloh xohlasagina. Men shuning uchun aytayapman, mana bilib bilmasdan qayerlargadir borib qo'y so'yish va hokazo qo'llatish, o'zlarini qo'llatishdi, qonni mana bu tilin tagiga surtirgan najosatni o'ziga surtirayapti, og'ziga, tilini, tanglayini tagiga. Tasavvur qiling-da. Bu qanaqa shirk amal bu? Astag'firulloh. Bu odam battar, bu nima qiladi? Haligi vasvasa qilib qo'yadi-ku bu. Juda ko'pchilik singillarimiz yana aytishyapti, biz bilib bilmagan holatda borganmiz. O'zimni baland etajdagi uylardan tomidan tashigim keladi. Yashashdan to'ydim, charchadim. Oilam bor, farzandlarim bor, lekin hayot ko'zimga umuman yashash sig'mayapti deyishyapti-da. Va alhamdulillah buni ortidan qanchadan qancha insonlarga mana shu o'zini joniga qasd qilish darajasiga borgan yosh katta onaxonlarimizdan toki yosh singillarimizga alhamdulillah mana shu onlayn tarzda o'zingizni bosing, yaxshilab diqqat bilan quloq soling deb o'qib bergan ruqyam orqali mana shu masofada turgan holatda shifo topishganligiga va mana hozirgacha Telegram orqali rahmatlarni aytib turishadi. Har 2 kun, 3 kunni birida. Rahmat Alloh Parvardigor sizni menga uchratganiga va meni mana shu azoblardan, do'zaxdan saqlab qoldingiz deb katta duolarni qilishyapti. Va mana shu sehrning ortidan epilepsiya kasalligi bo'lib qolyapti, ya'ni tutqanoq kasalligi.
Hatto shular ham isbot dalili bilan alhamdulillah Alloh xohlabdiki shifo topishyapti. Allohimga behisob shukrlar bo'lsin. Endi shu o'rinda aytaman, shu ayollarimiz ba'zilari bir opaxonlarimiz, singillarimiz qaynanalarni qaynona o'rnida onaday ko'rishmayapti ekan, mensishmayapti ekan, folbinga borishyapti ekan, sehr jodu ilmi amal qildirishyapti ekan, isitma sovutma va hokazo o'g'lini onasidan sovutib ko'nglini nizoli chiqartirib, mana shu yolg'iz alohida yashashlikka chiqib ketaylik degan maqsadda qilishyapti ekan. Bu narsada juda xafa bo'ldim, chunki 5 kunlik dunyo. Hech kim bu dunyoga abadiy emas. Hamma mana shu 2 metrli boy bo'lsangiz ham, kambag'al bo'lsangiz ham, insult bo'lsangiz ham, soppa sog'lom bo'lsangiz ham bir kun bu olamni tark etishingiz bor. Va 2 metrlik kafallik bilan qabrga tushamiz. Boshqa hech nimamizni olib keta olmaymiz. Topayotgan mol dunyoyimizni harom, halolini farqiga borib qo'yaylik. Topayotgan mol dunyoyimizni. Chunki biz zurriyotlarimizni o'ylab, ular uchun qayg'urib, harom harichga qaramasdan harom luqmalarni ularga yedirib, harom luqmani ortida ularga mashina, uylarni olib bergandan ko'ra farzandlarimni rizqi yaratgan Alloh Parvardigori qo'lida deyish kerak. Zeroki bu o'zingizga yaxshi bo'ladi. Mana shunaqangi joyga bilib bilmasdan borayotgan aziz opa-singillarimiz, eringizni yoki ovsiningiz, qaysiningiz, qaynonangiz yoki xullas bundoq tushuntirib aytadigan bo'lsam, hasad qilmang. Hasad bilan bunaqangi joylarga bormang. U o'sha folbinlar, sehrgarlar ham, ya'ni isitma sovutma qilib beradiganlar ham sizni ko'chadan qo'lingizdan tortib olib kirmaydi uyiga. Siz o'zingiz boryapsizmi? Va lekin unutmang, har bir bosayotgan qadamingizga Allohni la'nati bo'lsin deb farishtalar sizning haqqingizga la'nat aytib turadi. Harom luqma olyapsizmi? Harom luqma bilan ish bitiryapsizmi? Harom luqma yeyapsizmi? Allohni la'nati farishtalar aytib turadi. Bu bor, bu fakt narsa. Hatto Nabiy sollallohu alayhi va sallam bu narsadan odamlarni ogohlantirganlar. Harom va halolni farqiga borish kerak. Harom bilan, sehr jodu bilan qaynonani yoki erni, yo qaysingil, yo qayni va hokazolarni bo'ysundiraman deb, boshqa qilaman deb harakat qilmang. Nega bu gapni aytaman bilasizmi? Kim yaratganini va ana shu sehrgarlarni ham Alloh Parvardigor nima uchun yaratdi? Sinov uchun yaratdi va mana shu joyga shu bandalarim kim borarkin, kim menga shirk keltirgan holatda, meni unutgan holatda borarkin degan maqsadda shularga ham shu narsani xohlab qo'ygan. Shu hislatni, ya'ni mana shu jinlar orqali ish qilishligini. Ogoh bo'ling, Robbil alamin mana shu hasadchilarga albatta o'zi insof bersin ilohim. Va mana shu o'qigan paytimda o'ta qattiq yig'lab nima desa bo'ladi, dunyoga sig'may o'z jonimga qasd qilishga tayyorman deb kelayotgan onaxonlarimizni mana shu bitta muolajadoyoq o'zlariga kelishyapti va o'zlariga kelishlar bilan alhamdulillah deyishyapti va mana shu qilingan sehrni imkon darajada Allohdan so'raymanki, Robbil alamin, Parvardigor, mana shu kim ilmi amal qilib hasad qilgan bo'lsa, sehr jodu qildirgan bo'lsa, ilohim o'ziga urginki, qaytib mana shu birovlarga ozor bermasin. O'zi aziyat cheksin va o'zi bosh eksin va seni yo'lingda ibodat qilishlikka o'zi shay bo'lsin deb duo qilyapman va shu narsa ijobati ham bo'lyapti, alhamdulillah. Mana shu hasad qilgan insonlar nega tavba qiladi? Agar bular tavba qilmasa, bugun sizga qilayotgan bo'lsa, ertaga yana boshqasiga ilmi amal, sehr jodu qildiradi. Folbinlik qilish, sehrgarlik qilish bu hech nima emas. Har kim qilsa bo'ladi. Har kim mana shu folbinlik, sehrgarlik qilsa bo'ladi. Chunki nimaga desangiz,
Shaytonlar shay holatda har bir bandada. Shuni unutmangki, har bir banda bilan hech qachon bir qadam ortda qolmaydigan bu narsa nima? Bu o'lim. O'lim haq. Bir kun bu olamni tark etishimizni o'ylaylik. Mana shu bir ayol qiyofasidagi bir shaytoniy habois, hatto habois ham jirkanadigan ayollarni ko'rdim. O'z qizini mana shu odamlar aytishyapti, o'zidan 5 yosh kichkina o'ynashiga, ya'ni 10-sinfi bitirgan, voyaga yetmagan qizini majburlab turmushga beryapti. Qo'lini bog'lab, nikohlab beryapti. Va nikohda qatnashyapti ekan, qarang. Bu ayol qiyofasidagi shayton. Voyaga yetmagan 10-sinf qizi og'zi burni qonga to'lgan holatda meni xonadonimga qochib kelyapti. Iltimos menga yordam bering, meni qutqaring deb. Menda albatta videolari bor va o'zi iltimos qilgan. Mana shu videolarimni hammasini chiqarib blogerlarga ayting. Blogerlar shuni ijtimoiy tarmoqlarga tarqatib bersin. Men onamdan jirkanaman, men onamni qamataman degan so'zlar bor. Albatta bu narsa yozib olingan kameraga. Hatto ukam, 9-sinfda o'qiydigan ukam jirkanadi. Necha yillardan beri uzoq qarindoshmi, qarindosh emas. Shularga uzoq qarindoshlarimizga dovernost bilan hatto ukamni yoshligidan berib yuborgan va hozirda biz bilan yashamaydi ukam deyapti. Vaholanki mana shu qo'lini bog'lab nikohlashga harakat qilishgan ekan. Qirg'iziston chegarasidan noqonuniy tarzda olib o'tmoqchi bo'lishgan ekan. Albatta bunaqangi ayollardan va o'z bolasini, o'z farzandi, o'zi tuqqan bolani 1,5 oylik chaqaloqni tashab ketib yuborgan. 10 oydan keyin paydo bo'lib qolyapti-da, bolani o'g'irlab ketyapti. Ko'chadan olib ketib qolyapti-da. Ya'ni to'tni sirtdan chiqarilgan qaroriga asosan. Bola 10 oydan keyin o'sha yoshiga yetib non yeydigan paytda, non, pechenye, ovqat yeydigan paytda bola kerak bo'lib qolyapti. Bu qanaqa ona o'zini qizini og'zi burnini bo'lajak kuyov bilan urushgan, yana ko'zlari ko'kargan, tanasi hamma joyda ko'kargan holatda, ko'zlari ham ko'karib ketgan. Rasm, video, fakt hammasi bu gaplarim va ertaga albatta hammasini isbot dalili bilan chiqarib beraman. Qizini hali voyaga yetmagan qizi o'zidan 16 yosh katta, qizidan 16 yosh katta bolaga turmushga beryapti. Urib, og'zi burnini qonga to'ldirib va nikohda qatnashyapti. Birinchisi. Ikkinchisi, o'g'lini ishonchnoma bilan, dovernost bilan, ya'ni uzoq qarindoshlarga berib yuboryapti va bolasidan xabar olmayapti, o'g'lidan yillar davomida. Uchinchisi, 1,5 oylik chaqalog'ini tashlab 10 oydan keyin paydo bo'lib, yana bolani olib ketyapti. Bu qanaqa ona? Iltimos, mana shu kommentariyaga yozinglar shuni fikrni. Mana shu kommentariya uchun, mana shu YouTube'dagi dasturimni bu qanaqa onaligini iltimos kommentariyaga yozinglar. Bu men uchun muhim va men uchun o'ta zarur. Bu onami yoki shayton ilayn haboisdan o'ta jirkanchli bir mahluqotmi? Bu ona emasmi? Bu meni shaxsiy fikrim. Bu ona ham emas, bu odam qiyofasidagi shayton. Hatto shayton bundan jirkanadi. Xo'p, albatta dasturlarimni kuzatishda davom eting va kelasi dasturlarimda mana shu molga o'qitib, qo'y kallasiga, tovuq kallasiga o'qitib, o'z farzandlarini, nabiralarini tentak sifat qilib, haliga nima xushsiz holatga keltirib qo'ygan, ayb o'zlari shunaqangi kasallikka orttirib qo'ygan shu onaxonlarimiz haqida albatta dastur qilib olib chiqaman. Va dasturimni ko'rishda davom eting. Yana qaytarib aytaman, shariat bo'yicha 3 marta, kamida 3 marta dam soldirishingiz kerak.
Agar sehr qilingan bo'lsa, agar o'qilgan ruqiya davomida sizga isbot dalili kelsa va albatta mana shu toki shifo topgungacha 3 martadan 7 martagacha o'qitib borishingiz shart. Yana qaytar aytaman, bir joyga borganingizdan keyin birinchi kundayoq agar isbot dalili kelsa, ana shu roqiyaga borib dam soldiring va o'zingizni, masalan, hayotingiz o'zingizni qo'lingizda. Har kim o'zi uchun kurashadi. Har kim o'zini tanasi, o'zini vujudidagi og'riqlarni o'zi his qiladi. Alloh saqlasin, yotib qolsangiz, uzoqdagi yo'q qarindoshingiz ham kelgani bilan sizga hech qanday yordam qilib bera olmaydi. Og'rib yotaverasiz xolos. Shuning uchun doimo o'zingizga qarang, o'zingizga e'tiborli bo'ling va o'zingizni sog' salomatligingizni asrang. Dasturimiz davom etadi. Men esa kelasi dasturlarimizda ko'rishguncha xayrlashib qolaman. Sog' va salomat bo'ling. Shariat islomiya insonga sehr ta'sir qilishligidan avval qilib yurish kerak bo'lgan ishlarni tavsiya qiladi. Bu mana shu Alloh taoloning jamiki harom qilgan narsalardan tiyilishligi, namoz o'qishligi, har namozda ketidan oyatul kursini o'qishlik mana shu sehrni qaytaradigan amallardir. Uxlashlikdan oldin o'qishlik oyatul kursi. Ixlos surasi, Muovazatayn suralari, bu namozlarda keyin bomdod va xususan shom namozlaridan keyin mana shu ikkita surani o'qib inson o'ziga dam solishligi sehrni qaytaradigan ishlardan. Ana shu sehrga taalluqli bo'lgan bir qancha bir oyatlar bor. Duolar: A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi va la fis samai va huwas samiul alim. Kishi mana shu mansur duolarni o'qib yurar ekan, inshaalloh sehr unga ta'sir qilmaydi. Endi insonga shu ishlarni qilgandan keyin ham sehr ta'sir qilishi mumkinmi? Mumkin. Insonni ichiga jin yoki sehr yoki bir shaytonni kirishligini koridorlari bo'ladi. Shulardan bittasi, inson bir narsadan qattiq qo'rqib ketgan paytda zaiflik holati paydo bo'ladi dedi ulamolar va ichiga ana shu sehr yoki jin kirishlik ehtimoli bor. Yana bitta yo'li inson ichiga najosatni o'tishligi. Bu qil bo'ladimi, tirnoq bo'ladimi, qat'iy nazar. Shu narsa inson ichiga o'tar ekan, jinni ichiga kirishligiga, sehrga ro'baro bo'lishiga bir sabab ochilib qoladi. Shuning uchun kattalarimiz boshingga kiyib o'tir. Tirnog'ingni bir chekkada ol. Shunga o'xshagan chiroyli gaplar bo'lgan, o'zi asli bu shariatdan bo'lgan, bizga urf-odat qatorida qolib kelavergan. Xoliqus shayton ila qalbil bashar. Shaytonlarni, jinlarni insonning qalbiga kirishligining yo'llari bu g'azab. Inson jahl qilib turgan paytda yo'l ochiladi deyiladi. Bir narsani qattiq xohlab turgan paytda, shahvat oldida inson hasad qilar ekan, uning ichiga yo'l ochiladi. Oshiqcha qorinning to'qligi ham insonni ro'barasida shayton bo'lishiga sabab bo'ladigan ishlardir. Biror bir amalga haris bo'lishlik, ta'magirlik. Agar bu ular hammasini yig'ishtirib kelib xulosa qilib aytsak, inson qanchalik Alloh man qilgan ishlarni ko'p qilar ekan, uni himoya qobig'i shunchalik nafslashib ketadi-da, ko'proq boshqalardan ko'ra sehrga ro'baro bo'lishligi, ta'sir qilishligi osonroq. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana Oysha onamizdan qilingan rivoyat muttafaqun alayh. Hammamiz bilgan ikkita sura. Qur'onda oxirgi ikkita surasi Qul a'udhu bi robbil falaq va Qul a'udhu bi robbin nas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yahudiylar sehr qilishdi. Rasulullohga ta'sir qildi. Dunyoviy ishlarda ba'zilarini qilsa qilmagan bo'lsa qilgandek bir yanglishlik paydo bo'ldi. Dunyoviy ba'zi ishlarida. Ya'ni bir ayoli bilan bo'lgan bo'lsa bo'lmagandek, bo'lmagan bo'lsa bo'lgandek, ba'zi ovqatni yegan bo'lsa yemagandek va aksincha bo'ldi. Shunda Alloh taolo payg'ambarimizga bu narsani ta'sir qilishligi albatta siz bilan bizga bir ibratki, Alloh taolo payg'ambar alayhisolamning hayotida shunday ish sodir bo'lsa, biz nima qilishimiz kerakligini misolini ko'rsatib qo'ydi. Aytdik, insonga sehr qilingan bo'lsa, uni chiqarish yo'li ikkita. Bittasi xuddi shunga o'xshagan bitta baxshiga borishlik yoki Alloh taolo o'rgatgandek Qur'on bilan davolanishlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizga aytib beradi, vaqtiki men uxlar edim, oyoq tomonimga bitta kishi keldi, bosh tomonimga bitta kishi keldi. Bosh tomondagi bilan oyoq tomondagi gaplashyapti. Bu kishiga nima bo'ldi? Unisi javob beryapti. Unga sehr qilingan. Kim sehr qilgan? Falonchilar. Qayerga sehr qilgan?
falon joydagi quduqqa tugun tugib yeyina sayilgan. Nima qilsa yaxshi bo'ladi deb. Mana shu narsani olib tashlasiz. Va mana shu ikkita sura nozil bo'ldi. Qul a'udhu bi robbil falaq va qul a'udhu bi robbin nas. Mana shu suralarni o'qib inson o'ziga qo'rg'onni qoyim qilib olar ekan, bu sehr inshaalloh ta'sir qiladi. Yana qaytarib aytamiz, bu zamonamizda ko'chada karta ochib o'tirganlar bor. Tosh terib o'tirganlar bor. Tasbih terib ushlab o'tirganlar bor. Bular hammasi mana shu sehr jumlasiga kiradi. Biz aytayotgan munajjim bashorat ham shularning jumlasidan. Bu shirk Muhammad sollallohu alayhi vasallamning olib kelgan narsaga insonni kofir qiladi, millatdan chiqarib yuboradi. Alloh subhanahu va taolo bu shirkdan, bu sehrdan o'zi panoh berishini so'raymiz.